bog'lanish uchun nomer qoldirasiz, pochta qoldirasiz yoki Telegram username qoldirasiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugun Aloqa Ventures portfelidagi startap SoftUz haqida gaplashamiz. Va bugungi mehmonimiz Zufarbek Abdurahmonov, SoftUz startapini asoschisi. Zufarbek, assalomu alaykum. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. O'zi SoftUz bu nima va qanday muammolarga yechim beradi? Xo'p, SoftUz o'zi onlayn xizmatlar va elektron mahsulotlarni sotish va sotib olish jarayonini soddalashtiradi. Ya'ni o'zi bozorda qanaqa muammo bor? Ikkita segment bor. Biri buyurtmachi, ikkinchisi yetkazib beruvchi mutaxassis. Bular bir-birini topish uchun 2 kundan 1 oygacha vaqt ketishadi. Topgan taqdirda buyurtmachi mutaxassisga ishonmaydi, sababi kafolat yo'q, ishonch yo'q. Mutaxassis esa buyurtmachidan to'lovni oldindan olish yoki umuman olmaslik kabi muammolar sabab ko'p aldanib qoladi. SoftUz bu holatni, bu jarayonni soddalashtiradi. Qanday qilib? Misol uchun buyurtmachi bor yo'g'i 5 minut ichida har qanday mutaxassisni topib, uni qilgan ishlari, rezyumesi, oldingi mijozlarning feedbacki haqida ma'lumot olib, platformadagi onlayn xizmatlarini va tayyor elektron fayllarni sotib olishlari mumkin bo'ladi. Mutaxassislar esa platforma orqali to'lovni oldindan olganligi sababli aldovni xavfini yo'q qilishadi. Shuning ikki tomon ham, demak, SoftUz bu jarayonni biz avtomatlashtirib beramiz. Bu startap qachondan boshlandi? 2024-yil yanvardan ofitsialniy ishga tushdik. Lekin undan oldin bir 2 oycha test qilib, 2 oy ichida bu loyihani ishga tushirganmiz biz o'zi. Shunday olib qaragan 2024-yil yanvar oyida ishga tushgan bu loyiha. 2 yil bo'ldi bu loyiha. Zo'r. Zufarbek, keling, ofisga bir kirib, jamoa bilan tanishamiz. Tamam, taklif qilaman. Ketdik. Rahmat. O'zi bu startap g'oyasi sizdan qatdan kelib qolgan. Ya'ni qanaqa qilib siz bu startapga asos solgansiz? Xo'p, talabalik vaqtimizda akam bilan oldata.uz degan sayt yasaganmiz. Bu saytni yasashdan maqsad menda ham, akamda o'zida ham tayyor taqdimotlar, testlar, shunga o'xshagan fayllar bo'lganda, keyin bizda maqsad bo'lgan, mana shu narsani veb-sayt qilib yuklab qo'yaylik, kimdirga kerak bo'lsa sotib oladi degan bir fikr bo'lgan. Shu narsa bilan Oldatani ishga tushirganmiz. Oradan 2-3 oylar o'tib, biz daromad ko'rishni boshladik. Qaysidir ma'noda 2000 so'm, 5000 so'm, 10000 so'mlik pul sayt orqali tushib kelardi. Plus shunaqangi xabarlar bor. Endi bilasiz, har bir saytning o'zida bog'lanish uchun nomer qoldirasiz, pochta qoldirasiz yoki Telegram username qoldirasiz. Bizga xabar kelishni boshlagan, ya'ni menda 100 ta yoki 1000 ta shunaqa fayl bor. Sotib olasizlarmi deb bizga aytishar edi. Bizga qiziq emas edi. Yana shunaqa messejlar, xabarlar kelardi. Menda ham shunaqa ko'p hajmdagi fayllar bor. Men ham qo'yib sotsam bo'ladimi degan messejlar bilan xabar kelardi bizga. Keyin o'sha paytda chiroq yonganda ideya paydo bo'lgan. Ya'ni qanaqa? Shunaqangi marketplace qilaylikki, har qanday inson osongina ro'yxatdan o'tsin va elektron fayllarni yuklasin va daromad qilishni boshlasin degan ma'noda mana shu marketplace boshladik. 1-1,5 oyda ichida bu loyihani ishga tushirdik. 2-3 ta Telegram kanallarga reklama berganimni bilaman. Katta hajmda foydalanuvchilar kirib kelishni boshlagan, mahsulot yuklanishni boshlagan va har xil mahsulotlar yuklashni boshlangan. Keyin biz moderatsiyani ishga tushirdik, ya'ni har bitta mahsulotni tekshirishni boshladik. Sotuvga yaroqli, o'g'irlanmagan, boshqana fayli bo'lmagan, shunga o'xshagan holat bilan bu loyiha tug'ilgan. Keyin orqasidan onlayn xizmatlar, freelance bo'limini qo'shdik. Boshda akademik xizmatlar bilan boshlagan bo'lsak, mana keyinchalik dasturlash xizmatlari, dizayn xizmatlari, marketing xizmatlari, audio, video xizmatlarini qo'shib, hozir ikki tomonni bitta platformaga birlashtirdik. Zo'r. Sal orqaroq qaytamiz. O'zingiz nima bilan shug'ullangansiz va qanaqa qilib o'zi startap degan g'oyaga kelib qolgansiz? Ozgina o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz. Juda agar boshdan keladigan bo'lsak, men o'zi aslida iqtisodchiman.
Bu iqtisodchi bo'lishim kerak edi o'zi aslida. Sababi bizda oilada dadamni o'zi mana shu sohada yetuk mutaxassislardan biri. Men ham baribir qiziqqanman, iqtisodchi bo'laman deb. Lekin universitetga topshirish jarayonidan 2-3 oy oldin fikrim demaylik, fikrimni o'zgartirgan insonlar bo'lgan. Bu birinchisi akam bo'lgan va ustozim bo'lganlar. Shu ularning aytishi bo'yicha IT degan sohani menga anaqa singdirishga harakat qilishgan. Shu bilan bo'pti deb turib, shu bilan tatuga anaqa iqtisoddan, moliyadan men sразу o'sha tatuni o'sha demak fakultetiga topshirganman. So'ng ana hammasi ana o'sha yerda o'zidan boshlandi. Bizda endi anaqa oilada o'zi muhit shunaqangi e'tibor berilganki, doim bir nima ustida shug'ullanishimiz shart. O'sha sabab universitetning o'zida o'zi bu qanaqa sfera, nima qilsa bo'ladi, sekin birinchi o'rinda o'sha paytdagi C++ degan nimamiz bo'lgan, kurs bo'lgan. O'shani o'zini ichkari kirishni boshladim. Bir o'sha paytda ismlari aniq yodimda yo'q. 1000 ta masaladan iborat bo'lgan bir kitob bo'lgan. Shu narsani 2-chi, 3-chi, 4-chi kurslar fanlarida o'qitib yurilsa, yetishtirilsa, men birinchi kursni o'zida yangi yilgacha o'sha 1000 ta misolda hammasini masalalarni yechib anaqa bo'lganman, tugatib bo'lganman. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam qiziqish juda kuchli bo'lib ketgan. Keyin front-endga qiziqqanman. Shu bilan o'zimni bir nechta saytlarni yasab ko'rganman. Birinchi kursimning oxirigacha menda shunaqa skills paydo bo'ldiki, front bilaman, har qanday veb-sayt yasashni bilaman. Keyin tanlovlardan qolmas edim. Har xil tanlovlarga ishtirok etib, o'zimni fantaziyalarimdan paydo bo'lgan saytlarni prezentatsiya qilib yurar edim. Keyin shu birinchi kursda oxirida tanish orqali menga offer kelgan. Bu kompaniya Napa kompaniyasi, o'sha Napa kompaniyasiga front-end dasturchi deb chaqirishgan, lekin aslida bor front-end dasturchi emas, dizaynerni ishini qilganman. U yerda bir 6-7 oy ishlab, muhitni ko'rganman. Keyin Pandalab degan startup kompaniya bo'lgan, rahbarlari Shahzod aka, ular orqali ham bir nechta loyihalarda yordam berganman front-end tomonidan. Undan keyin haqiqiy startupga meni Textmart degan tekstil sohasida O'rta Osiyoda marketplace qilamiz deb turib, meni PMlikka chaqirishgan va u yoqqa borib turib, komandani ham o'zim tuzdim. Biznes modellarini ham o'zim o'ylab chiqdim. Plus u loyihada asosiy kulchoviy inson bo'lib turib, ham texnik tomon, ham biznes modelini o'zim qurib, haqiqiy asoschilarga sotishga harakat qilardim. Ya'ni ularning o'zi investor edi. Uni qurdik, yasadik. Unga ham 3-4 oycha vaqt ketgan yasashga, yasab bo'ldik. Bozorga ketib katta ob'yomda sotamiz degan paytimizda investorlar to'xtab qolgan insi tikishdan. Chunki bu loyiha meniki bo'lmaganda, mening vazifam bu yoqqa borib turib, manage qilish bo'lgan, boshqarish bo'lgan. U yoqda bir necha oy ishlaganimizdan keyin, mana orqada shuncha tajriba bo'lgandan keyin tushunib yetdim, menimcha o'zimning kompaniyamni ochish vaqti keldi deb, sekin sheriklar bilan bironta loyiha qilaman deb emas, o'qitaman deb. Chunki skills bor, dasturlashni bilaman, shu dasturlashni o'qitaman deb turib, o'zimni kursdoshlarimni yig'ib, mana shu kichik o'sha universitetning o'zida xonalar olib turib, ana qilardik, o'qitib yurardik. Keyin o'quv markazi Soft Study paydo bo'ldi. Soft Studyning birinchi filiali shu yerda bo'ldi. Buni to'ldirib bo'lganimizdan keyin ikkinchi filiali Bodomzor metro yonida ikkinchi filialni ochdik. Bu o'qitish davomida har doim bolalarga men loyiha berardim, loyihani qilish, loyihani ko'tarishni berardik. Chunki loyihaga o'zim qiziqardim, ya'ni startup qurishga o'zim qiziqardim. Keyin bolalarga qurishtirish tashqari shu Sofuz loyihasi ham qaysidir ma'noda Soft Study o'quvchilari bilan birgalikda yaratilgan edi, MVP varianti. Qarasam, Sofuzni yaratdik, sotuv bo'lyapti, rivojlanish bo'lyapti. Sekin o'quv markazidan bu loyihaga deyarli ayni paytda, masalan, ayni paytda olib qo'ygan full time bu loyihaga o'tganman, hozir shu loyihada ko'proq ishlayapman. Suforbek aka, ozgina mahsulot haqida gapirib bering. Ya'ni MVP qanaqa darajada bo'lgan? Boshida hozir nima ulучшениялар bo'ldi, nima yaxshilandi va nechta foydalanuvchilar bor?
Sof birinchi ishga tushganda raqamli mahsulotlar, ya'ni elektron mahsulotlarni sotishga mo'ljallangan marketplace bo'lgan. Shu sababli ko'rinishda juda sodda, oddiy bo'lgan. Asosan so'rch qismlaridan va yuklangan mahsulotlarda eng ko'p sotilgan yoki qaysi kategoriyadagi mahsulotlar bo'lsa, hammasini ko'rsatib qo'ygan qismimiz bo'lgan. Hozir Sofda umuman bir katta yangilik bo'lib ketdi deya olmayman, sababi Sofda biz qaysidir ma'noda ekosistema quryapmiz. Ya'ni Sofda faqat elektron mahsulotlar sotuvi emas, balki onlayn xizmatlar, ya'ni freelance xizmatlari ham mavjud. Shu sababli hozir platformamizda bir nechta qismga bo'lganmiz. Misol uchun elektron mahsulotlar sotuvini alohida moslashtirganmiz. Onlayn xizmatlar, ya'ni freelance xizmatlar alohida kirib, mutaxassislarni topib, ular qilgan ishlari, demak, mijozlarning feedbacklari, ularning rezyumelarini ko'rishingiz mumkin yoki qanaqa xizmatlari bo'lsa, xizmatlarga buyurtma berishingiz bo'ladi. Va portfolio hammasini alohida qismda ko'rishingiz bo'ladi. Undan tashqari biz AI xizmatlarini ham ishga tushiryapmiz. Ya'ni qaysi kim shunaqangi elektron mahsulotlar yuklanadi platformaga, AI'da qilish mumkin bo'lgan. Tushunasizmi? Ana o'sha narsani biz alohida bitta Sof ekosistemani bir produkti sifatida e'tibor berib olib chiqyapmiz. Bu AI xizmatlariga o'tadigan bo'lsak, bizani sofia.uz yangi sablohamizga otib yuboradi. Undan tashqari yana sekin-sekin mana shu elektron, ya'ni har qanday elektron mahsulotlarni monetizatsiya qilish uchun video materiallarga ham alohida urg'u qaratyapmiz. Umuman olganda hozir shunaqa holatga kelgan Sof. Hozir nechta foydalanuvchi bor shu Sof? Ayni paytda platformada foydalanuvchilar trafik haqida gap ayta olmayman. Misol uchun hozir bizda oylik trafik 800,000 plus atrofida, ya'ni oyiga 800,000 plus trafikimiz bor. Sellerlarda aytadigan bo'lsam, bir 30,000 yaqin 30,000 ortiq sellerlar ro'yxatdan o'tgan, aktiv holatda 15,000lari doimiy faoliyat yuritadi. Xaridorlardan keladigan bo'lsak, 400,000 dan oshdik menimcha. Chunki 400,000 yaqinlashib qoldik, 400,000 dan oshdik xaridor soni bo'yicha. Sof.uz'da nima afzallik tomoni bor? Ya'ni o'zi bozorda konkurentlaringiz bormi va masalan, menga agarda SMM mutaxassis kerak bo'ladigan bo'lsa, men напрямую o'zi bilan gaplashganim yaxshimi yoki nimaga men Sof.uz'ga borishim kerak degan savol. Yaxshi. Endi bu yerda savol tug'iladi. Sof.uz'da o'zi raqobatchilari kim? Biz asosan global raqobatchilarimiz bor. Bular kimlar bo'lishi mumkin? Envato raqamli mahsulotlar sotiladi. Fiverrlar, freelancerlar gig modeli sifatida o'zlarining xizmatlarini publish qilib turib, buyurtmachilar topishadi. Yoki Upworklar. Mana shular global platformalar bizda qaysi mana raqobatchimiz bo'la oladi. Ulardan afzalligimiz nimada deb oladigan bo'lsak, birinchi o'rinda biza to'lov sistemalarini olishimiz ham mumkin. Yoki o'zbek tilida gaplasha oladigan ikki tomon, ya'ni ikki segment ham, buyurtmachi ham, mutaxassis ham bir tilda gaplasha oladi va bir-birini tushuna oladi va bizda yana ulardan asosiy farqimiz nima? Gibrid modelda ishlaymiz. Ya'ni mutaxassis uchun ikkita yo'lda beramiz daromad qilish uchun. Birinchisi tayyor fayllarni, oldin qilgan ishlarini yuklab qo'yib daromad ko'rsa, ikkinchisi onlayn buyurtmalar olib turib, yetkazib berib turib, bam, demak, pul topish mumkin bo'ladi. Mana shu ikkita modelni ham bitta birlashtirganmiz deb aytsak ham bo'ladi, asosiy farqlarimizdan biri. Sorbekka jamoa bo'yicha savol. Hozir nechta odam ishlayapti va umuman jamoani qanaqa yig'gansiz? Jamoada oldin 12 tadan ortiq kishi ishlardi. Juda ko'p kishi edik. Nimaga buncha ko'p odam yiqqanman hayronman startap uchun. Hozir qisqarganmiz. Hozir texnik jamoamda menimcha 4 kishilar bo'lsa, biznesda bitta, moderatsiya va supportlarda 2-3 ta, umuman olganda baribir 12 ta chiqib qolmadimi? 7-8 kishi bo'lyapmiz umuman olganda. Jamoa qanday yig'ilgan deydigan bo'lsak, aytganimdek, boshida Sof.uz ishga tushayotgan paytda asosiy dasturchilari o'quv markazini o'quvchilari bo'lgan, bitiruvchi bolalari bo'lgan. Hozir endi ular boshqa IT kompaniyaga kirib ketishgan. Hozirgi jamoada, core jamoada eng asoschi bolalarimdan texnik direktorim Alisher, bu o'zi ham qanaqa tanishganman, o'quv markazida o'zida, ya bu inson ham dars bergan Python bo'yicha. Keyin startapga tortib, hozir dars berishni ham unutgan. Hozir faqat mana shu loyihaga o'tgan ishlaydi. Undan tashqari boshqa dasturchilarimiz ham bor. Ularda asosan ko'pchiligini hiring qilganman, yo'llaganman. O'zimda Nodir degan do'stim ham bor, o'rtog'im bor. Buni o'zini ham mana shu loyihaga sotuvni yanada kuchaytirish, qaysi turmada 2-3x yoki 5x o'sishga
yordam berish uchun men qaysidir joylarda juda ko'p qiynalaman, asosan operasionkalarda. Bular bilan agar men og'rib qoladigan bo'lsam, ertaga insi tortish yoki yangi bozorga chiqish qiyinroq bo'lib qoladi. Shu sababli men u haqida qayg'urishim kerak va operasionkalarni topshirishim kerak degan ma'noda ishonarli bir bunaqa yo'llagan joyim bo'lgan va undan tashqari bizning marketologimiz bor, botda o'tirishmaydi, alohida xonada turishadi. Mehribon, u ham asosiy kulchoy odamlardan. Jamoa boshqarishda qiyin narsa nima? Chunki masalan yaqin bo'lganingizdan keyin ba'zi bir vazifalar yopilmaganda qanaqadir bosim o'tkazasizmi yoki qanaqa boshqarasiz? Chunki siz yaxshi bilasiz. Endi oldin shunaqa bo'lar edi. Oldin bilib bilmasdan, misol uchun tushunmas urush janjal bo'lib turib, bosim bo'lgan holatlar ham bo'lgan. Endi hozir ham bo'lmaydi deya olmayman. Ora-orada bo'lib turadi. Endi ish bor joyda har doim muammo bo'lgan. Bo'lib turadi, lekin harakat qilaman. Muammo nimaga u muammo bo'lib turibdi hali ham. Yechish yo'li yo'qmi? Unda u muammodan kechib boshqa ishga o'tsin. Yechish yo'li bormi? O'sha ishni qilmayapti, nimaga qilmayapti deb. Mana xullas negizigacha, ildizigacha kirib borishga harakat qilaman. Muammo bo'lsa, davlat birgalikda hal qilaylik. Hal qilmayapti, men yordam beraman. Men ham yordam bera olmasam, kimnidir yo'llaylik, o'shani o'zi hal qilsin degan ma'noda. Nima bo'lsa ham tez bo'lsin. Safarbek aka, bizda blitz savollar bor. Qisqacha javob bersangiz. Birinchisi bu startapning 3 ta plyusi va 3 ta minusi. Xotirjamlik yo'q, uyqu yo'q, sog'likda muammo. Menimcha shu 3 ta minuslari shu desak bo'laveradi. Plyus nimada? Misol uchun o'ylagan, fikrlagan narsalaringizni tez qilib, nima qanaqa o'xshagandan keyin oladigan emotsiyasiz bir boshqacha kayfi deymizmi, o'sha narsani bir qaysi mana plyus deb olish mumkin. Yana plyuslarda nima bo'lishi mumkin? Shu jarayonda o'zi bir maza qiladigan jarayon. Jamoa bilan ishlaysiz, insiz tortasiz, borib pitch qilasiz. Shu jarayonda o'zi ham odamga aniq emotsiya beradi. Bu odam aniq shunaqa inson bo'lsa o'zi maza qiladi. Founder bo'lib qancha oylik olasiz? 5 millionlar atrofida o'zim uchun. Ofitsialniy oylik chiqaraman o'zimga. Mana shu umumiy jarayonda eng katta fail nima bo'lgan? Marketplace'imizni e'tiborsizlik qilib, ofitsialniy qilishga harakat qilmaganligimiz sababli katta soliq chiqib ketgan. O'sha sababli qisqa byudjetimizni ham ana qo'rganmiz, yondirib o'rganmiz, yo'q qo'rganmiz. Mana shu men uchun katta dars bo'ldi deya olaman. Keyingi misol uchun loyihalarimdagi keyingi holatlarida bu jarayonda, ya'ni soliq temasini alohida e'tibor beraman. SoftUz kelajakda qanaqa rejalari bor? Maqsad bor, ekosistema qilish. Bizda ikkita asosiy segment bor. Buyurtmachi insonlar va yetkazib beruvchi mutaxassislar. Biz ularni freelancerlar deymiz. Mana shu ikki segmentni ham onlayn xizmat ko'rsatish va buyurtma berish mumkin bo'lgan nima onlayn holatlar bo'lsa, hammasini egallash niyatidamiz, maqsadidamiz. Bu uchun albatta bizaga bir nechta sub produktlarimiz ham kerak bo'ladi. Maqsad mana shu ikki segmentni ham shu loyihamiz orqali aniq qilish, muammolarga yechim berish. Zo'r, umumiy bugungi suhbat uchun rahmat, Safarbek aka. Kelajakda omad tilayman. Aloqa Venture tomonidan ham bu ko'rsatuvga like, komment va obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga rahmat. Safarbek aka, rahmat katta vaqtingiz uchun. Salomat bo'ling.